emas, bir qishloq bor ekan. Bu qishloq, ya'ni 6-qishloq ekan. Bu qishloqda Hasanchik degan bir bola yashar ekan. Va bu uy kimning uyi desangiz, ana shu bolaning uyi. Uning ota-onasi har xil. Bu esa qo'shnilari Ahmad aka. Hozir Hasanchikning o'zini ko'rasiz. Bu esa Hasanchikning dadasi. Hozir esa Hasanchikni ko'rasiz. Kinoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying va biz boshladik. Hasan boy, tur endi. Ona, mena ketyapman. Xullas, o'zimni tanishtirishga ijozat bersangiz. Ismim Hasanboy. Erkalatib chaqirmoqchi bo'lsangiz, Hasanchik deb aytasiz. Bu bizning uy, mana bu esa mening onam. Qo'y, nima deyapsan? Ayoqchi bola. Borib ovqat edi. Ya, assalomu alaykum dada. O'g'lim, qalaysan? Yaxshi. Choynik. Xullas, bizning oila shunaqa. Ota yegan nima bor? Go'sht bor edi, olib ye. Voy, go'sht to'rt bor ekan. Uni tug'ilgan kuningda yeysan. To'ydim. Qolganini saqlamang. Eshikdagi chelakni olib borib suv olib kel. Xo'p. Har doimgidek shunaqa ishlar. Qaya, mana musor qutidagi paket. Suv olamiz va mollarga beramiz. Otamni oldiga kiramiz. Otam menga shunaqa temir eshik qilganlar, chunki o'g'ri tushmasligi uchun. Ota, suv olib keldim. Borib mollarga ber suvni. Xo'p. Necha paqir olding? Bir paqir. Bor 2 paqir ol. Endi bizning molimiz bittami? To'xta. Ha. Berib ko'ruvchi ichmasdan to'karasan. Xo'p. Mollarga qaramaguncha o'ynatgani chiqazmaydi. Bu yerda mening molim ham, to'g'im ham bor. Assalomu. Voy, bezori. Arqa tarafdan o'tamiz mol oldiga. Bitta mol, to'q ham boqaman. Mana mening molim, faqat bittasi bo'shalib ketibdi. Mayli. Mana, nima ichasanmi? Bo'l qolganini to'kib yuboraman endi. Ana, sut sog'dim. Endi sut olib kirishim kerak onamga. Chunki onam xonadonlar. Ya'ni meni 8 kundan keyin uylantirishmoqchi. Ya'ni Hafiza tog'amning o'g'li. Mana sut olib keldim. Xonadonga solib qo'y. Xo'p, ota nima qilyapsiz? Shunchaki o'zim uchun ovqat tayyorlayapman. Siz tayyorlab bermaysizmi? O'zim tayyorlab olaman deyapti-da. Sut solib qo'y dedi, men aytib qoladi. Bo'pti, men o'ynab kelay, ha? Tezroq kelgan bitgan. Xo'p. Ochil. Cho'milib kelaman yaxshi. Zokir uyiga bor. Zokir deyman uni. Tohir uyiga boraman, Tohir. O'yna Tohir. Endi nima qilyapti ekan? Polizlab pishib ketibdi-yu. To'xta. Tohir, qalaysan? Xudo, qalaysan? Yur, cho'milgan boramiz kanalga. Yo'q, meni onam ruxsat bermaydilar-da. Mencha seni onang shunaqa, tupurdim seni onangni. Mazohlama. Tushunmadim. Besharangni buzib qo'yaman, shuningmi achkingni sindirib olaman. Krasavchik. Hamma qizlar menga qaraydi. Hafiza tog'amning qizi menga beradi. Ko'ramiz hali. Cho'milmasang, cho'milma. Bu yer esa hovuz, lekin men bu yer kichkinalik qilaman. Mana bu yerda cho'milib. Yaxshi. Bu yer soy deb ataladi. Voy, cho'kib ketib. Cho'kib ketyapman. Yordam! Voy, ustim o'lib olibdi-ku, endi nima qilaman? Onam meni urishib beradilar. Yaxshisi onam bilmasdan oldin lavani oldida o'tirishim kerak.
Hoy sen Rahmatullohning o'g'li. Ha? Sani dadangga aytaman cho'milganingni. Iltimos aytmang, sizga mana bunaqa narsa beraman. Nima bu o'zi? Haligi nima deydi-ya? Kallamga kelmayapti. Xullas anaqa nima padan ketadi-yu. Pa. Nima u pa? Nima deydi-ya? Porq. Ha, porqmi? Sen hali bangaloq otasan. Yo'q, men sizga bermoqchiman. Etik o'ylayotganim chiqib qoldi. Bera qol bo'lmasan. Aytmayman kerak. Mang. Bo'ldi, endi aytmang. Men lavani oldida o'tirib ozgina qurib olishim kerak. Muncha issiq. Otamga aytishim kerak, mana bu ko'mirlarni ham terish kerak. Eng yaxshisi mana bu joyi. Issiq. Yaxshi, juda ham qurib oldim shekilli. Ha, ustim quribdi. Yo'q. Quridim. Urre. Bu qo'y kimniki ekan? Qo'yga ko'zingni olaytirma. Ha. Endi esa otamning, ya'ni dadamning oldiga boraman. Abid ham bo'lib qoldi, qornim ham ochqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keldingmi? Ha. Ishqilib cho'milmadingmi? Yo'q, ona. Men kecha Mana qo'lingni tut. Ha, itga o'xshamay o'l, isqar cho'mildingmi? Tas. ay. Kechiring. Yo'qol, ovqatingni yeb xonangga yo'qol, uxla, chaqqa chiqmaysan. Hop. Hey, kiprigingni yig'ishtir. Hop. Mana uni boy anonga beruvdik-ku. Tushunmay qoldim. Ona, sizga fokus qilaman. Qarang, mana uni sizga tashiyman. Nima bu? Bilmayman o'zim. Ha, qo'yavering. Abitimni qilib endi onam o'ynatkazmaydi. Televizor ko'rsam maylimi? Ha. Nihoyat televizor ko'raman. Yes! Voy, bechora teshab ketibdi-ku. Hey, termilmasdan ovqatingni ye. Hop. Voy, Biz sen bilan birga bo'la olmaymiz. axir nega? Chunki otam menga ruxsat bermayaptilar. Yo'q. Voy, bechora otasi ruxsat bermayapti ekan. Hey, o'chir televizor. Voy, ana o'pishmoqchi. Ha, O'chir televizorni. voy, ana. Nega o'chirasiz? Borib anaqayniki. tas? Ay! Mayli, ketdi. Sizga qisqa tualetga. Mayli. Ana bo'ldi. Endi uxlayman. Faqat ozgina cho'milib olishim kerak. Svetni yoqaylik. Ha, o'g'lim. Qaraysan. Juda ham oppoq bo'ldi. Endi esa kirib uxlayman. Bu yer otamning eng maxfiy joyi. Hozir mana shu yerdan kelgan bo'lsalar kerak. Chunki bu yerda sandiq va sandiqning ichida juda ham qimmatli narsa bor. Otam bu yerga hattoki it ham kirgizmaydi. Hey, sen uxla. Bu yer omborxona. Bo'sh vaqtlari mana shu yerga kirib o'tiraman. Bu yer esa mening xonam. Mana bu esa yotog'im. Bu yerda esa kompyuter xonam. Yaxshi uxlamay kompyuter o'ynayman. Wow, sakra. Voy. Kompyuter buzilib ketib qoldi. Voy. 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 Ana. Ha, sakra. Game over. Ha, sen uxla dedim. Voy, ovoz chiqib qoldi. Endi uxlayman. Hasan boy. Bor mollarga o't sotgin. To'yib uxlabman lekin. Hozir mana ketyapman. Ketishdan oldin men oldimga uchira. Boranayni oldiga kir. Hop. Qoching. Hey, sen bola.
uxlanıyordum, kompyuter oynadim. Yo'q, ona. Bu yoqqa kel. Ay! Bor yo'qol, bollariga o't sol. Hop. Yomg'ir ham yog'yapti ekan, uyqum ham kelayotgandi. Ha, mol, qalaysan? Hech tug'matda shu mol. Har doimgidek salom. Ye bu yoqqa. Bore, toshingni ter. Yana birorta mol ushlab kelishim kerak. Ya'ni molimiz, ya'ni anaqa qilishimiz kerak. Ya'ni mol tug'dirishimiz kerak. Uzr. Voy, bo'ldi, mollarga o't solib qo'ydim. Endi kirib ketaman. Bu ko'chada yotuvchi yetimlar uchun. Keldingmi? Ha. Endi ovqatingni yeb, uyga kirib uxla. Hop. Ovqatingni ye. Molga o't soldingmi? Ha. Ko'rsat o'tingni. Mana. Yo'qotmadi, nimaga olib kelding? Uzr. Hozir ovqatimni yeb olay. Bor dedim. Oyim shu mayda narsalarga beriladi. Qoching dedi. Voy. Ey, sen bola meni urdingmi hozir? Bu yoqqa kel. Mana senga. Ay! Necha mana urasan, nima? Meni suvda oqib kelganmi, qutqarmoqchi? Nima deyapti dadasi? Uryapti meni. Ha, ikki bolasi. Bugunlarki kino ko'rishmoq. Nima yey? Go'sht pishir. Kartga qo'g'irib yesam maylimi? Kartga qo'g'irmoq qilib. Ha, katkani tugatmagan, o'zing polizda ishlaysan. Tug'ilgan kunimga ham 3 kun qoldi. Nima yaqay? Ko'mir olib kel bor. Qorong'ida? Ha, bor. Qoching ota, mencha siz ham yo'limda turaverasiz. Qoching dedim. Qochmayman, chaqa chiqmaysan, onaga aytaveradi. Bor yo'qol. Qornim och. Ochsan, yo'qol dedim. Baba chiqaman, qoching. Qoching. Bolam yeb kelishim. Ay. Arqamdan iblis kelyapti. Mana shu uyga kirib ketaman. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Bekor chiqib. Otam gap to'g'ri ekan. Ay, og'riydi. Og'riydi-ku. Ochil. Ota, keldim. Uxla dedim, men senga. Hop. Ona, go'sht pishirmay yo anaqa pishirmay jon olmani yesam maylimi? Bor. Qarasa, to'rt yegim kelgandi-da. Mayli. Olmayman-na iloj. Sutni olib ich. Sut. Bo'ldi, borib uxla. Onam ham baribir mehribon. To'xta, televizorimni yoqib ber. Mana serialim ham boshlanibdi. Bor, sen nima turibsan? hop. Xullas, do'stlar, yoshlikka qaytish videosining birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismini ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va xayr.